qilishimizdan maqsad bizga shunaqa topshiriq bo'lgan, har haftada shu tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazishimiz kerak. Sababki hozirgi kundagi tadbirkorlarning muammolarini o'rganib, ularni atroflicha tahlil o'sha topshiriq berilgan Markaziy bank va hokimiyat tomonidan. Hozirgi kunda Alfa-bankdagi mavjud imtiyozli kreditlar, umumiy sizlar bank haqida nima savollaringiz bo'lsa bersalaringiz bo'ladi. Omonatlar, plastik kartalar, kreditlar, pul o'tkazmalari, xullas bankka doir barcha savollaringizni bersalaringiz bo'ladi. Ismim Orziqul, kooperativ kredit tahlil bo'limida yetakchi menejer lavozimida ishlayman. Bizda hozirgi kunda yoshlarimiz uchun imtiyozli kreditlar joriy qilingan. Xabarlaringiz bor, 2025-yil 14-fevralda prezidentimizda 62 sonli qaror imzolandi. Ya'ni yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish, ularning bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror. Bu qarorga asosan bizda yoshlar biznesi dasturi joriy qilindi Alfa-bank tomonidan va hozirgi kunda ushbu qarorga asosan yoshlar uchun imtiyoz kreditlar ajratilyapti. 7 yil muddatga 18% dan 2 yilgacha imtiyozlar beriladi. Bu kreditdan kimlar foydalana oladi? 18 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan, ijtimoiy soliq to'lagan, o'zini band qilgan yoshlar. Ya'ni hozirgi kundagi ishsiz yoshlar. Biz har bir tumanga bankda malakali mutaxassislar jalb qilamiz. Tumanga biriktirilgan malakali bank xodimlari tumanga borib yoshlar o'rganadi. Agarda kredit olish istagi bo'lsa, biz imtiyozli kredit berdik. Hozirgi kungacha berib kelmoqdamiz. Agarda imtiyozli kredit olish, o'sha tadbirkorlik qilish istagi bo'lmagan ishsiz yoshlar bo'lsa, ularni ish bilan ta'minlash choralari ham ko'rildi. Bir qancha yoshlarimizni ish bilan ta'minladik. Bizda yosh tadbirkorlar platformasi joriy qilindi, ishkool.uz platformasi joriy qilindi. Ushbu platforma orqali biz ish beruvchi tadbirkorlarni o'sha platformaga joylab turib, ularni vakansiyalarni e'lon qilindi. O'sha vakansiyalar orqali o'sha yoshlarni ish bilan ta'minlashga yordam berdik. Bundan tashqari bizda o'sha 62 son qarorga asosan yoshlarga ajratilgan kreditlar hisobidan ishchi o'rin yaratish kerak. Ya'ni 20 ta 10 ta ishchi o'rin yaratish kerak. O'sha ishchilarni ish bilan yaratish kerak.